Assalomu alaykum. Avvalgi darsimizda guruhlangan toggle buttonlar ustida amallar bajarishni va'da qilgandik. Xudo xolasa, bugungi darsimizda o'sha va'dani ustidan chiqishga harakat qilamiz. Oldingi yozilgan kodga umuman o'zgartirish kiritilgan yo'q. Qanday bo'lsa shundayligicha turibdi. Kod yozilayotgan oyani sal kattalashtirib olsak, endi bugungi darsimizda shu guruhlangan toggle buttonlar ustida amallar bajarishga kirishsak. Buning uchun avvalo oldimizga bitta maqsad qo'yib olsak, nima qilmoqchimiz? 3 ta toggle buttonni yasab olganmiz. Mana birinchisiga muhim emas, ikkinchisiga o'rtacha, uchinchisiga o'ta muhim degan yozuvlarni yozdik. Endi bitta to'rtburchak chizsak, to'rtburchagimizga rang bersak, misol uchun muhim emasni bosganimizda boshqa rang, o'rtachani bosganimizda boshqa rangga bo'yalsin to'rtburchagimiz, o'ta muhimni bosganimizda yana boshqa rangga bo'yalsin. Xuddi radio buttonlarda o'rganganimizda bo'lgani kabi, bu toggle buttonlarda ham o'zining user datasi bor. User data o'ziga parametr sifatida obyektni oladi. Biz radio buttonlar bilan ishlagan vaqtimizda user dataga string qiymat bergandik. Bugungi darsimizda xudo xolasa rang qiymat beramiz. Uning uchun birinchi navbatda mana toggle buttonlarimizga user data o'rnatib chiqaylik. tb1 ga set user data degan metod bir xil radio buttonlarki bilan shekka mana color deymizda col deb yozgandan keyin control probelni bosyapman, keyin or ni bosdim. Qarasak mana color 2 ta 3 ta joyda bor. Java awt paketda ham bor. Java FX in Paint paketda ham bor, boshqasida ham bor. Biz Java FX o'rganayotgan bo'lganimiz uchun Java FX in Paint dan kelayotgan colorni ishlatamiz. Shuni ustiga kelib enter deb bosdim. Tepani qarasak, mana Java FX in Paint dan color degan klassni olyapman degan narsani import qilib aytib qo'ydi. Birinchisiga light green rangini beraylik. Och green degani yashil degani. Ikkinchisiga ham, uchinchisiga ham beraman. Ctrl Shift pastga qaragan strelkani bosdim, mana ikkita kopiya olib qo'ydi. TB2 bu, bunisi TB3. Bunisiga green emas, blue deymiz. Bunisiga salmon degan rang bor, shu rangni bersak. Uchala toggle buttonlarimizga ham ranglarni o'rnatib oldik. Endi to'rtburchak chizamiz. Buning uchun final deb yozaman. Rectangle deb klass nomini yozaman. Rectangle 2-3 ta joyda bor ekan, qarasanglar bizga Java FX paketdan kelayotgani kerak. To'rtburchak deb yozaman. Barobar new rectangle. Rectangle'da 4 ta konstruktori bor ekan. Bizga uchinchisi kerak hozir. Uchinchisida birinchi parametrda width, ya'ni eni, undan keyin bo'yi, undan keyin rangi ko'rsatilishi kerak ekan. Xuddi shuni ishlatmoqchimiz hozir. Enini 250, bo'yini 50, rangini color white oq qilamiz. 250 ga 50 rangi oq bo'lgan to'rtburchakni yasab oldik. Endi to'rtburchagimizni sal pastroqqa tushirib qo'yishimiz kerak, chunki stack pane bilan ishlayapmiz. Stack pane'da ustma ust tushib ketadi hammasi agar pastga tushirib qo'ymasak. To'rtburchakda set translate y, ya'ni y shu joyga mana 30 deb yozib qo'ysam, sal 31 lik pastga tushadi. Endi guruhlangan toggle buttonlarga chertkandagi bajariladigan ishni yozadigan qismiga keldik kodimizda. Buning uchun guruh deb yozaman. Selected toggle property degan metodni ishga tushiraman. Keyin add listener deyman. Shuning ichiga new change listener deb yozamizda, mana shu yerga bitta qavs ochib qo'yamiz. Escape deb bosib, mana bu ikonkani ustiga kelib implement all abstract methods deb yozsak, implement bo'lishi kerak bo'lgan abstract metodlar yozib qo'yiladi NetBeans IDE tomonidan. Bizga kerak emas qatorlarni o'chirib tashlab, mayga ham enter bosib qo'ysak, ko'rinarli bo'ladi kodimiz. Chekka yozamiz. Agar new value teng bo'lsa null ga, to'rtburchagimizni oqqa bo'yagan. To'rtburchakda set fill degan metodi bor. Ichini rangga bo'yab beradi. color.white, white degan oq degani. Oq rangga bo'yab. Unaqa bo'lmasa, qaysidir bitta toggle button bosilgan bo'lsa, hozir setda bitta hiyla ishlatamiz. To'rtburchak set fill deymiz. Enter deb bosaman. Endi colorga convert qilamiz. Hozirgi olinish kerak bo'lgan qiymat colorga convert bo'lishi kerak bo'lganligi uchun shu yerga color deb yozdim qavs ichiga. Undan keyin guruhda ichidagi get selected toggle metodi orqali tanlab olganimizdan keyin get user data deymiz. Tanlangan toggle groupni user datasini bizga olib beradi. Hozir qilmoqchi bo'lgan dasturimiz deyarli nihoyasiga yetib oldi, lekin stack pane'ga to'rtburchakni qo'shganimiz yo'q. Shuning uchun ham hozir agar dasturni ishga tushirsak ham, lekin baribir ekranda to'rtburchak ko'rinmaydi. Uchala vatdan ko'rinib turadi xolos. Shuning uchun to'rtburchakni ham stack pane'ga qo'shib qo'yishimiz kerak. Buning uchun davomiga mana tb3dan keyin to'rtburchak deb yozamiz. Shu bilan mana dasturimiz nihoyasiga yetdi. Endi hozir kodni ishga tushiradigan bo'lsak, oq to'rtburchak chiqyapti. Pastda muhim emasga bossam, yashil bo'lyapti. O'rtachaga bossam havo rang bo'lyapti, o'ta muhimga bossam qizil bo'lyapti. Ushbu darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan asosiy narsamiz shundan iborat edi. Xudo xolasa keyingi darsimizda toggle buttonlarga stil berishni ham ko'rib qo'yamiz. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.